Assalomu alaykum hurmatli Play Dunyo kanali obunachilari. Kosonsoyda 1-2 kundan beri havo yog'ingarchilik bo'lgan sababli sel kelmoqda. Bugun shu haqida video tayyorladik. Birgalikda ko'ramiz do'stlar. Kosonsoyda yomg'irlar mavsumi, suv kattaligini qaranglar, suvi. Sel kelgan Kosonsoyga. 6-iyun 2026-yil. Sel juda katta. Katta suv bor, katta. O'zgarishlar bor, mana kanatli darogami bir narsa osma ko'priklar bo'lyapti mana Kosonsoyga. Kosonsoy katta Kedira o'zeli. Sel avjida. Unchalik katta sel emas, lekin sel bor. Yomg'irlar mavsumida sal sho'rroq bo'lasizlar. Soyga sel kelgan mana. Suv juda katta. Bundan 1-2 kun oldingi kelgan sel mashinalarga ham toshgan ekanda, mana o'tlari ko'ryapsizlarmi? Sheyga toshib chiqqan ekan. Yaqin biri baravar bundan katta suv kelgan ekan. Bugungisi sal kamroq lekin. Xuddi mashinaga bo'lib, polni shu boshidan oshib tushganda suv. Bundan oldin kelgan selda. Bunisi sal kichikroq keldi, lekin baribir sel. Soy bo'yida yashaydiganlar sal sho'rligini oshirib sho'r bo'lasizlar. Xullas, Kosonsoyda ob-havo zo'r. Nimaga? Uzog'i bilan 10-15 daqiqa yog'gan yomg'ir shunchalik sel. Agar Alloh asrasin yarim soat 1 soat yog'sa nima bo'lishini tasavvur qilib ko'ringlar. Kosonsoy selxonasiga ham bugun ham kelgan, 1-2 kun oldin yoqqan yomg'irda ham kelgan sel, hozir ham bor. Shunaqa gaplar okalar Kosonsoyda. Havolar salqin, yomg'ir. Havo tozalanmoqda yomg'ir sabab. Mana bu tomonga nimadir yangilik bo'ladi shekilli, kanatni daroga qilishadimi, nimadir qilishadi. Xullas, ta'mirlash ishlari, yangi narsalar qurilmoqda o'tirsa, o'zgarishlar yaxshi. Mana bu tomon ham ta'mirlandi mana. Mana bu plan ekan, mana shunaqa bo'lar ekan. O'zgarishlar yaxshi. Mana bu o'val hamda. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasida ham yog'ingarchilik kuchli. Kosonsoy suvi o'sha tomondan keladi. Bu sel asosan shu Qirg'iziston tomonidan kelyapti. Xullas shunaqa gaplar. Yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariya yozing, qo'llab-quvvatlang. Biz video olishda davom etamiz. Sog' bo'lasizlar.